Staten Island 10 306 zip kodda mana shunaqa bahaybat uy bor. Narxi juda ham yaxshi. Bitta minus mana train stationga yaqinligi, plusi ham shu, chunki stationga yaqin bo'lgani uchun pastiga odam qo'ysangiz ijaraga bemalol o'sha rentini qoplaydi. Uyni ko'ryapsizlar, fasadlari akkuratniy. Ertangni xuddi o'zi. Ozgina mehr kerak xolos. Bizda odamlarga nima kerak? Yaxshi dil kerak. Bizda odamlar dillarni yomon ko'radi, zo'r bo'lish kerak, puliga arzish kerak. Mana shu uy puliga arziydi. Narxlari akkuratniy. Bir ikkita turibdi, yana tushirish mumkin. Mana bular sement qilingan, ko'ryapsizlar. Hozir orqasini bir ko'rsataylik, u yoqqa o'tamiz. Samarqandga yo O'zbekistonga ketsanglar, mana yerga bemalol qimmat mashinalarni qo'yib ketishlaringiz mumkin. Bu orqada mana katta deki ham bor, ko'ryapsizlar. Deki mana bu yerga bolalar o'ynaydigan joy ham qo'ygan, zo'r. Deki tepasini ham yopish mumkin. Akkuratniy hammasi zo'r. Pastda alohida kiradigan mana bu rentga beriladigan joyi ham bor. Hozir uyni tepadan boshlab ko'rsatamiz. Fasadlari zo'r. Mahalla juda ham tinch. New Dorp High School maktablari zo'r. Uy turib qolganining asosiy sababi mana bu tagi poyezd. Lekin poyezdni oldidagi uy emas, shuning uchun shovqin unaqa emas. Lekin uyda fasadiga e'tibor beringlar. Bunaqa uyda bu narxga topish to'g'risi qiyin. Ozgina mehr berish kerak bo'ldi. Bu kolonial uy bu, ikkita tomonga ketgan. Mana shifti juda ham baland, ko'ryapsizlar. Mana o'ng tomonda katta mehmonlar kutib oladigan joy bor. Bu yoqqa basementga tushib ketiladi. Basementda qonuniy multifamily dupleksimiz bor. Ko'ryapsizlar, dahshat. Mamutini breakfast, ya'ni nonushta joy qilish mumkin. U bo'lsa mana garderobchasi. Kirganda oyoq kiyim nimalarni qo'ysa bo'ladi. Hozir bu yerni ham sekin qisqacha ko'rsataman. Mana ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana dek qanaqa katta. Dekmisan dek zo'r. Wow. Dashib ketsak, mana bu yerda tualetchasi bor, powder room deyiladi. Powder room. Hopa. Bu kafillarni olish kerak, sindirib, laminat qo'yish kerak, uy zo'r bo'ladi, qoladi. Toshlar yaxshi, kvarts toshlar, backsplashlarni ko'ryapsizlar, bijir-bijir zo'r qilgan. Kabinetlari ham zo'r. Bu yerda mana gaz bor uyimizda. Xolodilnik yangi ko'rinib turibdi. Bu ovqatlanadigan dining bo'ladi. Demak, uyimizda ikkita zona bor. Bu yoqda katta mehmonlar uchun, bu yerda mana kichkina breakfast area, bu yerda dining. Zo'r. Verazanaga sanoqli minutlarda yetib olishingiz mumkin. Yuqori qavatda 3 ta yotoqxona bor, 2 ta vanna. Vannalar yomon emas. Mana oddiy narsalarda bu yerlarni bo'yash kerak bo'ldi. Mana bularni temiridan qo'yish kerak bo'ldi. Buni tushungan tushunadi, yaxshi deyil. Master demak mana alohida eshik bilan yopilgan. Bu yerga laundry qo'yish mumkin. Issiq suv, sovuq suv kelgan. Master shiftlar baland. Poli mana hardwood floor. Oynalar kattagina, zo'r. Bu yoqda masterda walk-in closet bor, ya'ni kladovkasiga bemalol mana kirib, yurib, kladovka qilish mumkin. Bu kichikroq oilalarga, masalan, 3-4 ta farzandli juda ham ideal variant. Bu vannani men balki update qilgan bo'lardim yo faqat qoptirsa ham bo'ladi. Mana bittalik sink, mana showerlar toza, akkuratniy. Mana bular sal eskiroq jakuzi. Bu qolsa ham bo'ladi paka, xohlasangiz yangilashlaringiz mumkin. Xo'sh, masterdan chiqdik. Masterda eshigi bor aytganimdek. Bu yoqda mana общий vanna. Общий vanna ham kafillar yaxshi. Mana vanityning yangisi yaxshi qo'yilgan. Bu yerda mana vanna. Mana yonlarini sal cooking qilsa, buni ham olib qolish mumkin. Buni endi usta o'zi yo'lini biladi. Mana uni almashtirish kerak. 150 so'm, 130 so'm turadi. Tamom. Demak, endi ikkita bedroomni ko'ramiz. Eng mayda bedroom mana shu. Quyosh nuri xohlagancha kiradi, shiftlar baland. Mana katta klozeti bor. Zo'r. 98-yil qurilgan uy, Fransiya jahon chempioni bo'lganda tak juda yomon emas. It's really good. Bu kattaroq nima detskisi. Bunda ham quyosh nuri xohlagancha kiradi, zo'r. Mana bu bekyardga qaragan joyi. Bekyard razmerlari ham zo'r, normal. Bu uyni bosish kerak o'rtoqlar. Ketgandan keyin ko'pchilik aytadi, men olardim, nima, lekin borida olish kerak. Demak, yuqori qavatda ko'rdik. Ikkita detski, bitta master bo'lyapti, keyin ikkita dush. Boya aytganimdek, bu qonuniy dupleks, pastda studiochasi bor. Studioni bir bedroom qilish yo'li ham bo'lishi mumkin. Hozir tushib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu qo'shimcha mana zimoleti ham qo'ygan ekan. Zo'r, basementga tushamiz endi. Basementga tushsak, xo'sh, basementimizda nima bo'lyapti? Bu yoqda garaj. Mana basementda o'zining alohida yana laundrysi bor. Tepada laundry bor edi. Hopa. Mana bu garaj. Garajda ham mana ko'ryapsizlar, devorlar nima qilingan, shizlik qilib akkuratniy qilingan. Bu yerda nima bor? Eshikcha bor. Mana titrlarga mechanical room bor. Keyin dal yuramiz. Bu yoqda mana zalga e'tibor beringlar. Bu alohida metrlik qonuniy boshqa unit, shuning uchun bu yerda svet ishlamayapti. Chunki suv, gazi bilan nimasi to'ki alohida. Yo'q. Bu yerda kichkina oshxonachasi bor. Bilasizlar, jiyanlar bo'lib qolsa, beminnat kelib, bemalol mana kladovkalari bor. Jiyanlarga mana bu dush bor. O'zi sal qorong'ida ko'rinmayotgan bo'lsa, lekin toza akkuratniy dush. Jiyanlar bemalol foydalanishlari mumkin. Jiyanlar ovqatlanadigan mana svetlar qo'yilgan, mana bu bemalol dining qilsa ham bo'ladi.
Mana bu burchakdan ko'ringlar. Razmeri juda ham katta.